Yuzdagi SPF va poralarni mana shu ikkita narsa zo'r o'chirib beradi. Bu Anovadan gidrofilkasi, ikkinchisi bu Anovani BH kislotasi bor penkasi. BH kislotasi bor, ayniqsa yuzdagi poralarni, qora tochkalarni chuqur tozalab beradi. Chunki BH bu salisilli kislota. Bu gidrofilkadan ozgina olamiz. Mana ko'ryapsizlar, 2 tomchi. Bu o'zi anchaga yetadi. Yuz bo'yicha bundoq qilib ish qilib, ayniqsa mana shu pora qatta ko'proq bo'lsa, o'shni ko'proq ish qilish kerak. Chunki bu yog', buni quruq yuzga yuvish kerak. Gidrofilkani ayniqsa poralarni nozik bo'lib, qattiq ish qilamasdan ehtiyotkorlik bilan ko'zingizda makiyaj bo'lsa, makiyajni ham bundoq qilib o'chirib tashlaysiz, polniy chuqur hamma joyini tozalab bo'lganingizdan keyin yuzingizni iliq suvga yuvib tashlaysiz. Undan keyin bu Anovani penkasini olib, ko'p emas. Mana. Mashinchasini o'zi anchaga yetadi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'linglar ho'l, yuzinglar ho'l bo'lishi kerak. Shunda zo'r ko'piradi. Mana. Ayniqsa mana shu pora qatta bo'lsa, qora tochkalar, chorniy tochkalar qatta bo'lsa, o'shlarni ko'proq ish qilish kerak. Faqat lёгкий, qattiq bunaqa qilib emas. Lёгкий. Ko'zingizda makiyaj bo'lsa, uni ham o'chirib tashlashingiz mumkin. Ko'zinglardagi unda olib yaxshilab. Mana yuvib bo'lgandan keyin buni ham yuvib tashlaysizlar. Tak, yuz tayyor. Endi ustidan toner, serum, krem ko'z krem bilan uhot qilib bemalol uxlasanglar bo'ladi. Yoki ertalab ketadigan bo'lsanglar, albatta toner, serum, krem, SPF обязательно.